Xo'p, assalomu alaykum kuzatuvchilar va musofirda yurgan aka-ukalar. Navbatdagi videomizni o'zimizning ustaxona, ya'ni kraska safadigan ustaxonamizdan tayyorlaganmiz. Yana ham videomizni boshlaymiz. Avvalambor 2026-yil boshida mana shunday o'zimizni qo'l mehnatlarimizni, ya'ni hunarmandchilik mahsulotlarimizni ko'rsatib boryapmiz. Xo'p, endi 2026-yilning boshidan qanday ishlarimiz bor, qanday metal mahsulotlarimiz bor, mana shular haqida to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rishlaringni tavsiya qilib qolaman, chunki 2026-yildan yanada yangi Vibr metal mahsulotlarimiz soni ko'paygan. Shuni hisobiga yanada yangiliklarni chiqarishda davom etamiz. Xo'p, demasam videomizni boshlayveramiz. Ko'rib turganlaringdek fasonlarimiz 4 xilmi, 5 xil fasonlarimiz bor. Hozirgi paytda kraskasi tayyor bo'lib, bir boshdan boshlaganimiz ma'qulroq. Xo'p, birinchi o'rinda ikki arka fasonimiz, listlarning stenasi ikkilik stenada, profillarning stenasi 1.7 stenada. Xo'p. Endi buni yollari 8 ga 8, 2.1 stena 8 ga 8 profil qo'yib berilgan, pastiga shiveller bo'ladi. Mana bu turgani tepasida ochilmaydigan qismi o'ziga mos, chiroyli holatda bo'lib chiqqan. Xo'p, endi hammaga narxi qiziq. 1 kvadrat metri 850 ming so'mdan tayyorlab berganmiz. Bu darvozamizni Beshariq tumani Ropqonga o'rnatamiz akalar. Xo'p. Navbatdagi fasonimiz 3 qavatli fason. 3 qavatli fason. Listlarning stenasi ikkilik stenada. Endi 3 qavatli deyilganda 2 qavatlisi ikkilik bo'ladi. 3-qavatlisi mana bunday Vibra 1.2 list bo'ladi. 3-qavat akalar. Darvozamizni stoykalari 12 ga 8 profil qo'yib berilgan. Stenasi 2.2 stenada bo'lgan. Pastiga shiveller, tepasida 10 ga 5 profil bo'ladi. Stenasi bu ham 2.2 bo'ladi stenasi. Qalin materiallar full variantda qilib ishlab berilgan. Kvadrat narxiga keladigan bo'lsak, 1 metr kvadrat narxi 1.950 ming so'mdan qilib berilgan 3 qavatli holatga akalar. Xo'p, mana bu joylarga ahamiyat berasizlar. Vibra gullardan, furtlardan vibra holatda qilib ishlab chiqarib berilgan. O'rtadagi gullari bo'lsa simala gul qo'yilgan. O'ta ideal holatda ishlangan. Xo'p, sizlarni vaqtlaringni olmagan holatda yana yangicha fasonimiz Dubay fasoni, kimdir kapalak fason deyiladi. 2025da mana shu fasondan eng ko'p qilganimiz mana shu fasondan bo'ldi. Endi buni hammaga afzal kelgan tarafi suv sachganingizda ushlab qoladigan joyi bo'lmaydi. Mana bu joylari ham duga holatda qilib ishlab beriladi, suv turmaydi bu holatda. Shuni hisobiga zanglashi, chirishi kamroq bo'ladi. Xo'p, orqa tarafini ham bitta ko'rsatib o'taylik. Mana bu yonida turgani ochilmaydigan qismi. Mana shunday holatda, tekis holatda ishlanadi bu fasonimiz. Xo'p. Kvadrat metrga keladigan bo'lsa, xuddi mana shunday holatda kvadrat metri 1.350 ming so'mdan qilib berildi akalar. Agar mana shuni listini stenasi yana qalinroq stena bo'ladigan bo'lsa 1.450 ming so'm bo'ladi. Agar arzonroq stena bo'ladigan bo'lsa 1.300 ming so'mga aylanadi kvadrat metri. Hop. Endi bu hozirgi turgan kachilamiz. Mana shu turgan holati tepasida shapkasi ham bor. Hop, profillari 1.7 profilda ishlatganmiz. Endi buni pakazga, ya'ni ko'rgazma uchun qilib qo'yilgan. Endi buni qilinganiga ham o'zi ancha bo'ldi. Endi bu sotuvdagi narsa. Hop, mana shu kachilamizdan kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, yana navbatdagi variantlarimiz bor. Har xil variantdagi kachilalar bor. Agar mana shulardan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, mana shu kachilamizni narxi 2.500 ming so'mga mana shunday holatda qilib tepasida kaziroga ham bo'ladi, leksalli bo'ladi kaziroga. Mana shunday holatda qilib tayyorlab, vodiy bo'ylab dastavkasini ham qilib beriladi akalar. Bemalol telefon qilaverasizlar. Pastidagi taxtalarga keladigan bo'lsak, 2.5 lik taxta qo'yilgan. Xo'p, bu tarafda turganimiz Dubay fason. Endi hozir undan oldingi ko'rganingizdan farqi bor buni. Mana bu o'rtalariga ham nejveykalar qo'yilib, ideal holatda ishlangan. Endi bundan ko'ra bu yaxshiroq degan akalar uchun atayna qilingan, minnoy qilingan fason. Endi bu o'rtasida ham o'zi asl nejveykasi bor. Endi bu ustanovka bo'lgan holatda, ustanovkada
qilib beriladi, ochib beriladi bu. Bu darvozamiz ham o'zi asli 5 ariqqa ustanobga bo'ladigan darvoza. 2 qavatlik, listlarini stenasi ikkilik stenada bo'lgan, kvadrat metrini 1.370.000 so'mdan tushgan bu darvozamiz. Nimagaki, mana bu o'rtasida ham nejveykasi borligini hisobiga. Endi ahamiyat berib qo'yasizlar, shu yerda mana shu o'rtasida bir xil fasonlarimizda nejveykasi bor, bir xilisida yo'q. Buni raznisasi общий darvozaga 750.000 so'm raznica bo'ladi. Mana shu nejveykasini hisobiga. Shuni hisobi bilan 1.380.000 so'mdanga tushib qoladi kvadrat metri. Xo'p. Bu tarafda turgan darvozamiz 2 qavatlik, bir arka fason bo'ladi. 2 qavatlik deyilgan joyi mana bu toshlis qo'yilgan joylari 2 qavatlik bo'ladi. Xo'p. Bu darvozamizda kvadrat narxiga keladigan bo'lsak, hamyonbop bu ham 950.000 so'mdan chiqadi. 2 qavatlik. Prosta o'sha ikkilik listga ustiga 1.2 list bosilgan. Shuni hisobiga 2 qavatlik holat bo'lib qolgan. Mana shunday holatda akalar. Razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 3.60, bo'yiga 3.70 ga to'xtaydi. Почти kvadrat razmerda. Xo'p, bu tarafda turganimiz reshotka. Yana bir reshotkamiz bor. Bu mana shunday reshotka endi lestnisalar uchun yo bo'lmasam balkonlar uchun mana shunday reshotka kimga kerak bo'lsa, ekranning pastidagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Xo'p, materiallarga keladigan bo'lsak, 1.7 2 ga 4 profil ishlatilgan, yonlariga stoykalarga 8 ga 8 mana shunday chiroyli stoykalardan qo'yib berilgan. Bu holati mana shu holati metrga hisoblanadi. Metri 550.000 so'mdanga tayyor bo'ladi. Xuddi mana shunday holatda. Yana ham bir qalinlashtirilgan holati bor buni. Yana ham bir qalinlashtirilgan holatda 650.000 so'mga to'g'ri keladi akalar. Xo'p, stenalari qalin bo'ladi. Kelishilgan holda aytilgan joyga olib borib ustanobga qilib beriladi. Agar metrajingiz ko'proq bo'ladigan bo'lsa, uzunroq bo'ladigan bo'lsa, shunga qarab kelishtirishimiz mumkin yana ham. Endi buni qisqa metrajda foydasi, masalan, usta haqi unchalik qolmaydi. Shuni hisobiga metraji katta hududlarga yana ham kelishtirib beriladi akalar. Tayyorlangan. Endi bu to'g'ri tayyorlangan. Olib ustanobga qilib beriladi. Bu navesimizni kvadrat metrini 650 so'mdan olganmiz. Ahamiyat berasizlar. Firmani ikkala chetlari to'rga to'r, listlari ikkilik listlar qilib berilgan. Bunlar ham o'zgacha noodatiy holatda qilib berilgan. Stoykalar endi bu navesimiz bitgan holati metri 650 so'mdan tushadi. Bu naveslarni 250 so'mdan 750 so'mga berilyapti akalar. Har xil variantlarda. Kimga ma'qul kelsa, ekran pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar. Naveslar, darvozalar, lestnitsa, kachillar, so'ri va shunga o'xshagan mahsulotlarni tayyorlab ustanobga xizmat beriladi. Videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.